Bu video Ibrohim, men rassrochka o'ynamayman, pulini naqd to'layman, lekin bozorda yo'q variant topib beradigan investorlar uchun bag'ishlanadi. Odatda Dubayda proyektlar 15% dan 20% gacha o'sadi, lekin bu застройщикga shunaqa ishonadiki, sizlarga 27% daromadni va'da qiladi. So'z amal bilan chiroyli deyshadi. Bu qurilish kompaniyasi gapiga javob qilib qo'yish uchun 3 yil davomida proyekt qurilayotganda bitada to'lov qilgan investorlar uchun 27% sizga to'lab beradi. Tasavvur qiling, o'zingiz narxi $300,000 bitada to'lov qiladigan bo'lsangiz, qurilish kompaniyasi 3 yil davomida, ya'ni uy qurilayotgan paytda yiliga 9% dan 3 yilda 27% sizga to'lab beradi. Bu dollarda $81,000 degan. Agar kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, menga aloqa chiqinglar. Men sizlarga bundan da to'liqroq ma'lumot berib o'taman va obuna bo'lib qo'yishni unutmang.